Tepada videoni ko'ryapsizlar. 10X avtomobilda 3 ta portion bo'ladi. Bunda 2 ta portion bo'lib qolgan. Xullas maydalanib, o'g'lanib ketgan blok ichi. Yangi motor 1,5 ming dollarga yaqin turadi. Xuddi shunaqa muammo juda ko'p kelyapti. 10X bor avtomobil tanishinglarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Bu mashinada ham bitta portion erib ketib qolgan. Keyin mana shu videoni ko'ryapsizlar, fashillatib blokdan galovkadan, ya'ni suv qo'yib yuborgan. Mana bu yerda mashina qizib keturgan. Mana ichi treshina bo'lib, aybini topib oldik. Aynan shu galovka mana tepada videoni ko'rib turganinglarda, to'kirda polni mana davleniya berib turib tekshirib oldik, qattiq treshina bo'layotgan. Buni yamaganning foydasi yo'q. Yana treshina berib yuborishi mumkin. Shuning uchun boshqa yangi galovka qo'yib yuboramiz. Agar bloki yorilib ketgan deydi, 1,5 ming dollarga yangi motor va dokument bilan to'g'irlash kerak. Mashinalarni qizdirib qo'ymanglar, e'tiborli bo'lib yuringlar. Motor remont qilamiz bilasizlar. Har moy almashtirganda 8 mingda, 7 mingda iloji bo'lsa, texnik ko'rikdan o'tkazib tursanglar, servisimiz ishlayapti. Ortiqcha muammo bo'lmaydi. Tepada videoda gilzani almashtirib to'g'irlab berishgan. Mana blok ichini ko'rasizlarmi? Yorilib ketgan mana bu tarafi. Bor. 10X bor, tracker bor, tanishingizga jo'natib qo'ying. 10X tracker motori bir xil bo'ladi.